Hammaga salom. Mana bugun 26-may turning musobaqasiga 5 kun qoldi. Bizda yana bitta yaxshi yangilik. Kadin pravilasi bo'yicha Grand Prix o'tkazamiz. 2009-yillar o'rtasida ikkita vazn toifasida bo'ladi. 54 kilo va 60 kilolar o'rtasida bo'ladi. Prizovoy fond $500. Bundan tashqari yana 4 ta reytingli bo'yam bo'ladi. Qatnashmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqinglar, istoriyalarda to'liq ma'lumotlar bo'ladi. Bunda muay thaichi, kickboksyorlar qatnashsa bo'ladi, kadinni ko'pchilik biladi. Bu musobaqa turnik musobaqasidan tashqari bo'ladi. Turnik musobaqa har 15 kunda o'z vaqtida bo'ladi. Undan tashqari har xil mana shunaqa sport turlaridan musobaqalar bo'ladi, yaxshi pulli prizli musobaqalar bo'ladi. Boshqa sportlar ham tayyorlanib turinglar.